Ko'zingiz burgutni ko'zdaqa bo'lishini istasangiz, mana shu mashqni bajaring. Harakatlanayotgan nuqtani oxirigacha kuzating. Ko'zingizda bo'ladigan barcha muammolarni mana shu mashq orqali yechishingiz mumkin. Ko'zda bo'ladigan charchoqlar, ko'zda bo'ladigan bosim, zo'riqishlar, qizarishlar, hattoki ko'z nuringizni tiklanishiga yordam beradi. Bu mashqni kunida 2-3 mahal 2-3 daqiqadan bajaring. Buni ota-onangizga va farzandlaringizga ko'rsatib, barchalaringiz birgalikda mana shu mashqni bajarsangiz, ko'z nuringiz avvalgi holatiga qaytishi aniq. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, boshqalarga jo'natib qo'yamiz. E'tibor uchun rahmat.